2021 yılı 5. ayının 26. günü İtaliya parlamenti Xitay hökumətinin Uyğurlarga qılıbatqan vəhşilikini ayıplaş qararı ma'qullagan. İtaliyadagi xabar torbetleri və Zimistan to'rining xabar qilishicha, İtaliya parlamenti bir necha oy davomlashgan munozirdan keyin Avam palatada birlikka kelgan taklif tekstida bila tashlab, Xitoyning Uyg'urlarga qilayotgan vəhşiliklarni ayıplashni qaror qilgan. İtaliya Kengash palatasi parlament a'zolari tarafidan o'tirg'a qo'yilgan Xitoyning Sharqi Turkistondagi kishilik huquq dafsandichiligini ayiblaydigan birlashma axborot bayonoti e'lon qilingan. Gerçi qarornomada irqiy qirg'inchilik deyilmagan bo'lsa-mu, biroq uningda kuchli ifodalar qo'llanilgan. Xitoyning qonunsiz tug'ut cheklash qilmishlari, diniy erkinlikni bostirishi, majburiy emgak, jazo lagerlari, xohlagancha tutib turish va keng ko'lamlik yuqori texnikalik nazorat qilish, majburiy emgakka selish qatorliq vahshiyliklariga oid mazmunlar o'rin olgan. Yaponiyadagi nurg'un ommaviy tashkilotlar birlashma bayonot e'lon qilib, Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik zulm va assimilyatsiya siyosatiga norozilik bildirdi. Namoyish harakatida Hong Konglik, Tibet va Mongol faoliyatchilarmi Xitoy hukumatining kishilik huquq dafsandichiligiga norozilik bildirdi. Xitoyning Sharqi Turkistondagi sistemlik zulm va assimilyatsiya siyosati irqiy qirg'inchilik darajasiga yetgan bo'lib, g'arb davlatlarida bir qism parlament qarorlari ma'qullanib, Sharqi Turkistonda yuz bergan ishlarni irqiy qirg'inchilik deb tasvirladi. Paytaxt Tokioga jam bo'lgan faoliyatchilar Sharqi Turkistonda irqiy qirg'inchilikqa uchragan millionlagan kishilarning zulmiga qarshi turib, Xitoy hukumatiga e'tiroz bildirdi. Angliya Tashqi ishlar ministri Dominik Raab 27 may Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi bilan ko'rishganda Angliyaning Uyg'ur va Hong Kong masalalaridagi andishini qayta ta'kidlagan. Reuters agentligining xabar qilishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligi bu vaqtdagi bayonotida Tashqi ishlar ministri Hong Kong vaziyati va Sharqi Turkistondagi mavjud kishilik huquq dafsandichiligiga bo'lgan andishalarni qayta ta'kidladi. Shundaqla Birlashgan Davlatlar Tashkiloti mutaxassislarining Sharqi Turkistonda cheklamasiz tekshirish olib berishiga yo'l qo'yishning muhimligini eskartdi degan. Biroq Reuters agentligining bildirishicha, Angliya Tashqi ishlar ministrligining bayonotida yana ikki taraf ministrlarining oxirida ikki davlatning savdodan tartib canlıqlar türünün köp xilliqini qo'g'dashqıcı bo'lgan sohalarda hamkorlashish fursati borligiga qo'shilganligi, shundaqli yana ikki tarafning bu masalalar to'g'risida yanama ilgirlagan holda muzokara elib berish uchun izlanganligini bildirganligi ta'kidlangan. Xitoy doiralari 29 maydan 31 maygacha Irlandiya, Polsha, Vengriya va Sibiriyaning diplomatiya ministrlari bilan ko'rishdi. Egilanishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministri Wang Yi Yevropadagi 4 davlatga taklif etgan. Ministerlikning bayonotida Jawlijan juma kuni o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Yevropadagi 4 davlatning Xitoyni ziyorat qilishga taklif qilinganligini aytdi. U Xitoy doiralarining 4 ministr bilan ayrim ko'rishadiganligini bayon qilib, ziyorat jarayonida Xitoy Yevropa munosabatining ta'kidlanganligini aytdi. Elib berilgan yig'in doirasida Xitoyning hamkorlikning cho'nqurlashishi va yuqumdan keyingi iqtisodning asliga kelishini qo'llashga ahamiyat berilganligini ta'kidladi. Xitoy uzunlamayan Yevropa davlatlari tarafidan Uyg'urlarga qarshi kishilik huquq dafsandichiligi bilan ayblanib kelgan. Litva Uyg'urlarga qilingan muomalani irqiy qirg'inchilik deb tasvirlaydigan davlatlarning biri. Ayblashni rad qiladigan Xitoyning bu taklifimi Beijingning Yevropa davlatlariga o'zini tushuntirishga tirishganligi deb qaraldi. Amerika Şitab başlığı Mark Milli ciddi harakat qo'llanib, yer shari munosabatini yaxshilash va har bir cho'ng kuch urushining oldini olishni tavsiya qilib, Xitoy va Rossiya bilan bo'lgan munosabatning buzilishidan ogohlantirdi. Amerika Şitab başlığı general Mark Milli Havo armiyasi akademiyasini bitirgan o'quvchilarga so'zlagan nutqida Amerikaning Xitoy va Rossiya bilan bo'lgan raqobat saviyasini saqlab qolish uchun xatarlik bir siziqni qo'llanganligini aytdi. Milli mandaq dedi. Biz texnikalik ilgirlash davrida yashayapmiz. Sun'iy idrok, mashina odam, injenerlik, ovozdan tez, yiroq musofirlik, aniq o't sistemasi orqali biz hozir insoniyat tarixida ko'rilib boqmagan doiradagi nishonlarni ko'ra olamiz va ura olamiz. Yangi texnikalarni egallaydigan, ularni nazariya bilan birlashtirgan va taraqqiy qildiradigan davlat kelar qatimliq urush boshlanganda hal qilg'uch afzallikka ega bo'ladi.